Assalomu alaykum. Bizga kuzatib boruvchi aziz dehqonlarimiz. Biz Oltinko'l tumani Ko'maga qishlog'iga kelganmiz. Avazbek teplitsalari hisoblanadi bu yer. Bu yerga Nombok Bioning debut F1 gibrid pomidor duraga ekilgan. Avazbekidan hozir agrotexnikalari qanaqa bo'lgan, qanaqa holatda yetishtirdi, shularni so'raymiz. Assalomu alaykum. Avazbek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Qalaysiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Qanaqa gibrid ekan bu? Gibridimiz endi xudo xolasa juda chiroyli, sifatli, manaqa shakllari ham shu dumaloqligi ham juda chiroyli. Ayniqsa kiprigi juda o'ziga tortadi. Kiprigi juda chiroyli. Debutimiz juda chiroyli. Mevalari ham mana shunaqa uzun solar ekan. Endi hammani o'ziga bunday jalb qilib oladi. Juda kiprigi chiroyli, qizarishlari ham juda chiroyli ekan, ammo palagi baquvvat. Ancha-muncha kasalliklar tushmadi bunga. Palagi baquvvat ekan, yam-yashil o'zi ko'rinib turibdi. Juda chiroyli. Debutimiz qo'hmi ekishinglarni tavsiya qilamiz dehqonlarga. Qanaqa bo'ladi bu degan savol qiynaydi. Xudo xolasa debutimiz juda sifatli. O'zi pomidor ham ko'rinib turibdi-yu, Javohir. Kipriklari juda chiroyli, qizarishi juda bozorda oldi pomidorlaridan joy egallaydi. Xudo xolasa juda kiprigi ham o'ta chiroyli. Shaklini ayting. Sredniy ekanda. Dumaloqligi juda chiroyli, lekin bizga yoqdi, lekin debutimizni ham qo'hmi ekishinglarni tavsiya qilamiz. Hamma dehqonlarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bu koreyskiy sort hisoblanadi. Zo'r. Katta kichikligi ham bir xil bo'ladi. Bunaqa hali kattayib ham ketmaydi. Buloq bo'lmaydi. Shu. Chiroyli bo'ladi.